Yil davomida butun o'zbek xalqi kutgan voqelik va nihoyat yuz berdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zbekistonlik muxlislarning azaliy orzusini amalga oshirdi. Timur Kapadze boshchiligidagi qahramonlarimiz 2026-yil bo'lib o'tadigan mundial uchun saralashning 3-bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bilan balki o'z tarixidagi eng muhim uchrashuvni o'tkazdi. Sharja shahrida o'tgan bahs 90 daqiqa davomida barchani hayajonda ushlab turdi. Har ikkala bo'limda mezbonlarda ham bizda ham imkoniyatlar yuzaga keldi. Biroq so'nggi zarbalarda hujumchilarga ozgina omad yetishmadi. Posbonimiz O'tkir Yusupov esa eng kerakli payt o'z seyflari bilan jamoamiz joniga oro kirdi. Yakunda hisob 0-0 qoldi. Bu esa O'zbekiston terma jamoasiga mundial eshiklarini ochib berdi. Ma'lumot uchun A guruhidan o'rin egallagan terma jamoamiz 18 ochko bilan ikkinchi o'rinni naqd qildi. O'z o'rnida mana shunday qahramonlarni tarbiyalagan ota-onalarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Albatta, buning ortida davlatimiz rahbarining sportga, xususan futbolga berayotgan e'tiborlari va g'amxo'rligi yotibdi. Shuningdek, terma jamoamizda mehnat qilayotgan har bir xodim va mutasaddilarni tabriklaymiz. Umuman aytganda, bunday tarixiy g'alaba bilan barcha hamyurtlarimizni tabriklaymiz. Bu g'alaba har birimizniki. Demak, o'zbek futbolida yangi sahifa ochildi. Assalom mundial.